Inter Miami futbolchisi Jordi Alba klub bilan shartnomani uzaytirdi. 36 yoshli himoyachi bilan yakuniy kelishuv 2027-yilning yakuniga qadar davom etadi. Shartnomani uzaytirganimdan juda ham xursandman, chunki futbol o'ynash menga yoqadi. Klubda o'zimni baxtli, har bir o'yinda esa muxlislar mehrini his qilaman. Rivojlanishga, g'alaba qozonishda davom etamiz va iloji boricha ko'proq sovrinlarni yutishga harakat qilamiz, deydi Alba. Futbolchi 2023-yilning yozida Inter Miamiga o'tgan edi. Ushbu mavsumda u MLC'ning 11 ta o'yinda qatnashdi va 4 ta gol uzatmasiga amalga oshirdi. Milandagilar bosh murabbiy va Felix borasida bir qarorga keldi. Sergio Conceição avval reja qilganidek Milan bosh murabbiysi bo'lib qoldi. Bunga jamoaning Italiya Kubok finalida uchralgan mag'lubiyat ham sabab bo'la olmaydi. Bundan tashqari klubdagilar Joao Felixning transfer huquqini to'laqonli sotib olmaslikka qaror qilishdi. Barselona Ispaniyaning 28 karra chempioni, La Liganing 36-turniri. Barselona derbida Espanolni ishonchli hisobda mag'lub qildi. Shu orqali Barselona mavsum tugallanishiga 2 tur qolganda muddatdan oldin chempionlikni nishonladi. Qayd etish kerakki, Kataloniya klubi o'z tarixida 28 bor mamlakat chempionligiga ega chiqdi. Vitor Reis, Abduqodir Husanov xuddi mening katta akamdek bo'lib qoldi. Abduqodir Husanov bilan bir vaqtda kelganmiz. Bu yerda yangi bo'lganimiz uchun boshqalar bilan yaqin emas edik. Shuning uchun ham birga qahva ichardik. Hamma ishlarni esa birgalikda qilar edik. O'rtada til borasida ma'lum to'siq bor. U ham, men ham inglizcha gapira olmaymiz. Shuning uchun ham ko'proq imon ishora bilan bir-birimizga gapirar edik. Husanov menga xuddi katta akamdek bo'lib qoldi.